odamlar mana bunga yetishdi, tam kimdir 1 milliard topdi bir oyda, kimdir 500 ming dollar topdi 2 haftada deydi. U odam nima qiladi? Motivatsiya oladi. Bitta bola menga yig'lab 2023-yil kelgan. Borgan qaysidir treningga, bitta kimdir Moskvadan kelgan ekan, juda katta odam. Davay, sen mana shuni qil, davay, hozir organizatsiya qil, men bu ishni qila olasan deb. Endi nima u motivatsiya? Motivatsiyada nima qilasiz? Ruhlanasiz. Voy, men bu narsa qilishim kerak ekan. Standartnik, men o'zimga hamma narsaga qila olaman deydigan odam o'sha 2023-yil sog'lig'ini yo'qotdi 2 oy ichida. Nigor opa deydi, men zo'r bo'ldim deydi. Bosh 2 haftada zo'r bo'ldim, yugurdim deydi, kredit oldim deydi. Katta kredit oldi u bola. Uni motivatsiya qilib, sen qila olasan, sana hamma narsa keladi. Любой odam shu narsani gapiring, 2 haftaga zo'r bo'ladi odam. Voy, men uni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Men supergiroyman, men supermenman deydi. U odam shunaqa deydi. Lekin aslida 2 haftadan keyin men motivatsiyani anaqa bor, energiyasi yo'qoladi-ku. U odam o'zini standart, o'zini ahvoliga tushiradi. Intensivlik olib ketadi. Nimaga? Chunki u выходlarni qidiradi. Unda bitta joyini уже yig'ib qo'ygan joy bo'ladi, chunki u intensiv, u yig'ib qo'yadi, u biladi u. Standartlik yig'may kredit olib, nimadir narsaga ishonishi qiyinroq, uni olib ketish qiyinroq. Standartniklar o'sha intensivnikka yordamchi bo'la oladi. Lekin standartnik intensivnik bilan birga yura olmaydi. Birgalashib yura olmaydi. Standartnik bir pog'ona pastda yuradi. Lekin ishi zo'r qiladi u. Bitta yo'nalishni cho'tga qilib beradi ular.